Muslim akami kechasi 11:30da KFC yegisi kelib qoldi. O'zim ham yordam beraman deganlariga hop deb birga boshlab oldik. Sutga tuz, morch, paprika va tovuq ziravorlarini solib aralashtirib olamiz. Tovuq oyoqchalari va qanotchalarini solib, 1 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Mursulton unlaridan solamiz. O'zimizga qulay bo'lgan idishga ko'proq qilib un solib olamiz. Marinovkaga ishlatgan ziravorlarimizni unga ham ayamasdan solib aralashtiramiz. Keyin marinad bo'lgan tovuqlarni ziravorlar qo'shilgan unga bir necha marta yaxshilab belab olamiz. Oxizigan yog'da oltin rang bo'lguncha qovurib olamiz. Natijasi esa usti qarsildoq, ichi esa juda shirali va mayin bo'ladi. O'zimiz tayyorlagan KFC bizga juda ham yoqdi. Muhimi, biz buni birga tayyorladik. Bismillah. Zo'rmi? Xavflati bor. Bismillah. Endi uxlamayman. Qo'ya. Soat 2da. Kechqurun.